nima qilsali yigit omadi bir nima bo'lsa deydi-yu. Nimaki qilsa o'xshamadi xullas. Oxiri shunaqa kun keldi. Qozog'istongami, Qirg'izistongami ishlagani borishga majbur bo'ldi dadam rahmat. Oyog'ida to'g'risi shu yirtiq tapchika, shu meni bitta kurtkam bor edi, shuni kiyib kelgan to'g'riroq. O'sha yerda men ichim bir g'ijil bo'lgan va rahmatli uyda to'g'risi hech nima qolmagan ekanda endi o'shanda. Ketdi. 3 oy yo'qolib ketdi to'g'risi. Telefonlar bo'lmagan. Pulni berdim. Siraz borib, praqta qildik, 10 qildik. Xullas Xudo ishimni o'g'inab o'sha uyga bir 5-6 qop un tikladim. Oxir o'sha yeb ichkida endi. Xudo berib. Keyin dadamdan xabar yo'q. Oxiri bir kun sahar tongda uxlab yotgandik. Shu tiriqqatgani eshitdim. Sakrab turdim-da. Dadam shuni eshik ochib o'sha holatda kirib keldi xonada. O'sha tapchika, o'sha sochlari o'sib ketgan, shu udoy qanaqadir ishini keldi-yu birinchi gapi nima bo'ldi? Nima yedilaring dedi-da. Onam bilan to'g'risi yig'lab yordik ko'rdi. Dadam ko'zi bilan men dadamni yig'laganini o'shanda ko'rganman. Kirib, dada hamma yo'q zo'r, yuring dedim. O'sha kirsam o'sha unlar ko'rib meni quchoqlab yig'lagandi shunda. Yükün ortib gerdaniga musofir yurt azoblarin ko'rgan ota. Mingta tashvish, mingta yumush bir joniga indamasdan xomish hayot surgan ota. Bu dunyoda tashvishlar ko'p, yumushlar mo'l. Erişmeysen nafsa seri tutmazsan yol. Hammasiga kerak eken aslida pul. Bizlarnidi olislarda yurgan ota. Otam, otam, jonim otam, otajonim. Indamasdan xomish hayot surgan ota. Otam, otam, jonim otam, otajonim. Bizlarnidi olislarda yurgan ota. Bizlarnidi olislarda yurgan ota. Gönül kurgu aslısını isteyirem. Chet elniki alasını isteyirem. Kudaları toyunu kıldı isteyirem. Bir dar bulup toy üstüde yürüyen otam. Akşamları uxlanmasdan tolganadı. Tonglar başı karaht bulup uyg'onadi. Chorasizlik dardida ko'p qiynaladi.
otam, canım otam, otacanım. Bidar bulup to'y ustida turgan otam. Otam, canım otam, otacanım. Tashvish g'amlar ko'ngliga turgan otam. Tashvish g'amlar ko'ngliga turgan otam. Telefonda